Çağ. Haram uca çık be. Çık be uca. Çık be uca. Çık be uca. Çık be. Allah'ım yakıtı şoma. Uca be. Bari da be kelim da danat. Bari da be. Soğa çanşi. Ne gula koşuna di. Ne? Se ruzama sildi kestan. Se hey akanago atta tamego. Atta takati o chad me gomara famidi. Ma se ruza kisi cha khelashi tme goy. Khelashi. Roz be uca kerem dak sia padros be uca. Roz be baruda. Haram. Baruda roz be. Ne khona ta? Ag joyi. Ag joyi. Nom chiya? Eksiyo charu tayke kerem da zanakat. Uykuruta. Rutayke. 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 O çay druga. Bagao khala nazam eksiyo çay har. Eksiyo çay. Ma. Roz. Dız tabgi. Dız taroske. Dız taroske kerem da zanakat. Dız taroske. Dız taroske. İna dedi. Zino korora dedi. İşu dora. İyi yangamay. İş yangamay. İna iş yobray. Ne iş bulako. Ucabe. Ucabe kerem da ksu. Uçat ucabe. Ucabe. Ucabe da danya ta o çat buguma. Yak mua. Ucabe. 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 Rosbe. Rosbe uca. Namestim roz tıkani. Rosbe kerem da zanakat rozak ksioçat halat mezan kerem da dana. Rosbe. Assalomu alaykum. Hurmatli, mana shu video murojaatimni ko'rayotgan jamiki musulmonlar, jamiki insonlar. Men qizim Qodirbekova Solixa 15-may 2024-yil tug'ilgan. 15-may tug'ilganda, tug'ilishi yaxshi tug'ilgandi. 2 oydan keyin ahvoli yomonlashib, vazn tashlash bilan kasallik boshlanib, o'zimizda reanimatsiyada og'ir ahvollarda yotib, keyin Toshkentda pediatriyada davolanib kelardik. Nasliy genetik kasallik mukovistsidoz qo'yilgandi. 9 oy tinimsiz shu kasallik bo'yicha davolandik. Mana hozir 11 oylik bo'ldi. 7-aprel 2025-yil kuni qizim ichak tutilishi bilan, o'tkir ichak tutilishi bilan operatsiya bo'lib qoldi. Mana hozir stoma chiqarilgan. Operatsiyadan juda ham qiyin chiqdi. 4 soat deganda operatsiyadan chiqazdi. 11 oylik qizim 4,5 kilodan ortiq vazn olmayapti. Ikkinchi operatsiyamizga katta mablag' kerak bo'lar ekan. Birinchi operatsiyamizga ekstrenniy tasodifdan og'irlashib qolganda banitsaga o'tganimiz uchun ancha yengillik bo'lgandi. Hozir keyingi operatsiyamizga 35 millioncha pul kerak bo'lar ekan. Hozir ham qoplarni olishga, dori-darmonlariga, bu o'zini nasliy kasalligini hisobiga ham dori-darmonlarni olishga juda ham qiynalib qoldik. Sharoitimiz juda ham og'ir. O'zimiz qaynotam yo'q, qaynonam, men, erim va bolam yashaymiz. Qaynotam tashlab ketganlar. Qaynonam jigar sirrozi bilan 1-guruh nogironi bo'lib yashaydilar. Erim bozorda arava surib pul topadi. Topgan pullari arang dori-darmonlariga yetyapti. Juda ham qiyin ahvolda qoldik. Iltimos qo'llaringizdan kelgancha yordam